Mana shu holatda bozorda nimaga ishlamaganligini hozir tushunasizlar, qaranglar. Bozor struktura hosil qilyapti, как положенный. Mana bitta bozorda откат bor tepaga. Mana bu buzildi. Minimumini buzsa struktura bor. Hamma biladi bu narsani. Lekin bozor buni buzgani bilan, struktura hosil qilgani bilan, buni ham buzgani bilan, meni qoidam nima edi? Sizlarga o'rgatgan strategiyamda, bu avval bunga откат berib yana bitta tushsin, mana buni buzsin, birinchisidan emas, ikkinchisidan selga kiramiz degan. Bu yerda qoida bormi? Yo'q. Endi mana meni o'zimni sel kirgan joyimga e'tibor berasizlar. Bozor struktura hosil qildimi? Qildi. Buzdimi? Buzdi. откат oldimi o'sha yerdan? Oldi va uni ham buzdimi? Buzdi. Birinchisi emas, ikkinchisi emas, mana shu ikkinchisini o'ziga kelgandan sel kirsak 120 pips bo'lyapti. M1 time frame'da bozorda shunchaki o'qish bu. Oddiy narsa emas, oddiy o'qish bu. Bu ikkinchi holatga to'g'ri kelyapti. Bizda ya'ni zazor qolmagan holatida ishlash. Zazor yo'q bu yerda. Ko'ryapsizlar, zazor yo'q bu yerda. Mana shunaqa narsa. Ya'ni ikkinchi holatini ham sizlar tushunib oldinglar. Bitta strategiya o'rgataman deb ikkinchisini ham qo'shib ketdim sizlarga.